Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Men ismim Sayban. Bugun sizlarga Tolaning sesiq suv ichishi degan mazmunni o'qib beraman. Tolaning sesiq suv ichishi. Uzun zamanlar ilgari yiroq bir makonda suvi suzuk, ot cho'pi mo'l, kangri bir go'zal yayloq bo'lib, hayvonlar bu joyda tinch, xotirjam turmush kechirarkan. Güzel yaz ayları bir kuni hayvanlar o'zaro maslahatlashib yugurish musobaqasi o'tkazib o'z iqtidorlarini sinab ko'rmoqchi bo'lishibdi. Ham yayloqdagi besh qo'ldek peshiq peshiq bilishdak aloydiligi bilan azaldan xolis merobli qilib kelayotgan sug'urni yugurish musobaqasining oxirgi nuqtasida o'z burchini ado qilishga belgilanibdi. Sahar quyoshning ko'tarilishi bilan tang musobaqa boshlanibdi. O'zining yugurkligi va kuchlikligi bilan boshqalarning ko'zga ilg'almaydigan kala mushu fursatda o'zini bir ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldi va oldidagilarni mingizi bilan ilib yiqitib yuguribdi. Uzoq o'tmay oldiga o'tib olgan kala boshqalarning o'zidan xeli orqada qolganligini ko'rib, texmi hakovurlashib, quyrug'ini xado qilib, ho'rkirab, yerni tilg'ab orqada kelayotganlarga to'pa surib yugurib kun tush bo'lganda oxirgi nuqtaga birinchi bo'lib yetibdi va sug'ur merobni mansitmagan holda ho'rkirab turib, "Hey, sug'ur, suzuk suv qayerda?" deb so'rabdi. Bu gapni 2 hafta ilgari yog'gan yomg'ir suvi yig'ilib qolgan bir ko'lchakka boshlabdi. Ko'lchakdan suv sesiq ekan yarim kun yugurib uzib ketgan kala ikkinchi bo'lib yetib kelgan ot o'zining muloyim kichik peyil tabiati bo'yicha "Hey, sug'ur, tatliq suv qayerda?" deb so'rabdi. Otning so'zini "Hey, sug'ur, tatliq suv qayerda?" deb oladigan sug'ur otni shildirlab eqib turgan supsuk zuk buloq suviga boshlab berib, g'azabni bajo keltiribdi. Otning suzukni tanlab ichilgan otishi shuningdek
Şuningdan qolgan ekan. Qala bo'lsa sesiq suv bo'lsa-mu ichaveradigan odatni do'st tutganlikdan o'pki, o'pkasi, nafas yo'llari va tumshug'i shuningdan boshlab sesiq buraydigan bo'lib qoldi ekan.